Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızda görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yolqun. Hörmətli televizor görüşlər, aldı bilən biz diqqətinizə bu hafta huzurunuzğa sunmaqçı bolğan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqqətinizdə Xitayning 2016 yilini yanıla qattiq bastırış siyasətini davamlaşdırılğanlığını Xitayning Şərq Türkistandakı cəllati Jiang Chunshan bunu e'lon qilganligi haqida xabarimiz bo'ldi. Shundaqla İstanbuldagi Sultan Ahmed meydanında ig'ir darajada bir terrorlik portlatish hujumi voqeasi yuz berib, bu yerda 10 odam o'lgan bo'ldi, 15 odam yaralandi. Bu xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Xitoyning atalmish terrorlikqa qarshi turish qonunininki asaslari qoyil qilinlik emasligi haqida Turkiya Anatoliya agentligida bir maqola e'lon qilindi. Bu xabar bo'ldi. İran, Rossiya va Xitoy xatiri mavzuli xabarimiz. Bu Kuveyt davlat maslahatchisi Nasir Muhammad al-Musrininki Xitoy haqida qilgan nihoyatda ig'ir so'zlari bu xabarimiz bo'ldi. Ammo ma'lumki xeyli uzun tarixdan buyon Arab rahbarlarining ichida yuqoridagi bir rahbarniki Xitoy haqida bunda ig'ir so'zlarni ishiltib baxmagan. Bu nuqtadan bu muhim bir xabar. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz shunaqla ba'zi xabarlarimizning asosiy xabarlarimizda doktor Erkin Akram bilan elib bo'lgan suhbatlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Uyghur musulmonlarining qishi ta'tir tashviqot bilan o'tmoqda. Xitoy tajovuzchilari bir qancha yildan buyon davomlashtirib kelayotgan atalmish asabiylikni tugutish, zamonaviy madaniyat nomidagi dinsizlashtirish ta'tir tashviqotini bu yilmi davomlashtirmoqda. Xitoy tajovuzchilari bir qancha yildan buyon shiddatli davomlashtirib kelgan atalmish asabiylikni tugutish, zamonaviy madaniyat nomidagi dinsizlashtirish ta'tir tashviqotini bu yilmi davomlashtirmoqda. Tangritog'ning janub-shimolidagi mazlum Uyg'ur musulmonlarining kunlari ta'tir tashviqot faoliyatlari bilan o'tmoqda. Bu ta'tir tashviqot faoliyatlari Sharq Turkistonning bo'libmi janubdagi rayonlarning butkul yezi kanat mahallallarini qoplagan bo'lib, tashviqot obyekti masjid imomlaridan oila ayollargacha, o'quvchilardan dehqonlargacha bo'lgan barliq kishilarni o'z ichiga olgan. Tashviqot so'rovlari radio, televiziya, gazet, jurnallardan halqib, masjidlargacha, etiz eriqlargacha, kishilarning uylarigacha kengaygan. Faoliyat turlari leksiya so'zlash, adabiyot san'at nomerlaridan tartib, kollektiv to'y, go'zallik qurilishi nomidagi islom dini va Uyg'ur urf-odatiga tamoman zid bo'lgan axloqsiz faoliyatlargacha bo'lgan. Bechora Uyg'ur dehqonlari qarorlik holda kanat qo'rovlariga yig'ib elinib, leksiya anglash, xo'r aytish qatorliq faoliyatlarga selingandan sirt, arsaldi vaqtlardami Xitoy kadrlarining iz qo'g'lab tashviq qilishdan qutulolmagan. Tövəndikiləri mushu yil kirgandan buyanqi 2 hafta ichida Xitoy matbuotlarida e'lon qilingan ta'tir tashviqot faoliyatlarining oz bir qismi. Xitoy Tangritog' to'rining 5-yanvar xabar qilishicha, Chaqiliq noyisi atalmish asabiylikni tugutib, zamonaviy madaniyatni avj oldirish, qonun orqali idora qilishni yezi kanatlarga kirgizish temasida leksiya so'zlash faoliyatini qanotaydirgan. Mazkur to'rining 8-yanvarda xabar qilishicha, 7-yanvar Postkam nahiya Ayko'l yezisida atalmish zamonaviy madaniyatni avj oldirib, asabiylikka qarshi turish bosh temasidagi 100 kunlik maydon faoliyati boshlangan. Mazkur to'rning 12-yanvar xabar qilishicha, Kuchan oilasining atalmish 27-navbatlik fan texnika qishligi va 4ni asosiy qatlamga yetkazish mulozimat faoliyati 9-yanvar Yoqi bozorida boshlangan. Keriya oilasida 5-yanvardan boshlab har qaysi yezi bozorlardagi dehqon chorvachilar orasida 15 nafar güzel san'at havaskorlarini rasm chizish, usul, xattatlik, naqqoshchilik kasblari bo'yicha tarbiyalash boshlangan. Postkam noyisining 16 yezi bozoridagi kanat aholilar komiteti yangi yil kirgandan buyon al ishchi san'atkorlari nomidagi ta'tir tashviqot guruhlarini ishga solib, atalmish asabiylikni tugutish temasida adabiyot san'at faoliyati boshlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistondagi bu faoliyatlarda mingni yuyish, dinsizlashtirish maqsad qilinganligini bildirib keldi. Faoliyat turlari va so'rovlarning kengayishida Xitoy ishg'olchilari Uyg'ur musulmonlarining ma'naviy turmushini butunlay kontrol qilish, ularni har vaqt nazorat ostiga elish, bu orqali ularning diniy ibodatlarini qilishiga va mustaqil fikr yurgizishiga to'sqinlik qilishni maqsad qilgan deyishmoqda. Xitoy kommunistlarining ichki urushi bu yilmi davom qiladi. Xitoy JX ministerligining sobiq muavin ministri Li Dongsheng 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Xitoy JX ministerligining sobiq muavin ministri Li Dongsheng 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Tianjin O'rta sud mahkamasi seshanba kuni Xitoy JX ministerligining sobiq muavin ministri Li Dongshengni 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan va 1 million Xitoy pulini musodara qilgan. Xitoy axborot vositalarining bu vaqtdagi xabarlarda aytilishicha, Li Dongsheng 1996 yildan 2013 yilgacha Markaziy televiziya stansiyasining muavin boshlig'i, Markaziy siyosiy qonun komitetining a'zosi, JX ministerligining muavin ministri qatorliq vazifalarni o'tagan. 2014 yili intizomga xiloflik qilish bilan ayblanib, vazifasidan elib tashlangan. Xitoy Kompartiyasidan qo'g'lab chiqarilib, adliya o'rinlariga topshirib berilgan. Li Dongsheng Xi Jinping boshlagan chiriklikka qarshi turish nomidagi harakatida 2016 yili tunji bostirilgan yuqori darajalik amaldor hisoblanadi ekan. Uning bevosita yoki vositalik holda olgan parasi 21 million Xitoy puldan oshgan. Matbuotlar uning bundan burun muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Xitoyning yana bir yuqori qatlam amaldori Zhou Yongkang bilan bo'lgan munosabatining quyuqligiga alohida diqqat qilgan. Xitoy demokratchilarining to'rlarida bildirilishicha, Li Dongsheng Jiang Zemin va Zhou Yongkangning sodiq agashkuchisi bo'lib, ularning Xitoy Falun Gongchilarini bostirishiga kuch chiqargan. Vaziyat analizchilari va kuzatuvchilari bo'lsa, Bo Xilai, Xu Saihua, Li Dongsheng qatorliq Xitoy Kompartiyasi yuqori qatlam amaldorlarining orqama-orqadan mollaq etishi ko'rinishda chiriklikka qarshi turish harakatida qilsa-mu, mohiyatda Xitoyning ichki qismidagi huquq talashish ko'rishi deb qaramoqda. Tajuan nomidagi bir to'rning xabar qilishicha, hozir 200 milliondan ko'p Xitoy aholisi Xitoy kommunistlarining partiya, guruh va atratlaridan chekinib chiqishni tanlagan. Xitoy Kompartiyasi parchalanish bosqichiga kelib qolgan. Xitoyning o'lgan saqchilar sonini yushirganligi oshkorlandi. Bay vaqasida o'lgan saqchilarning 6 nafar emas, oz deganda 9 nafar ekanligi oshkorlandi. O'tgan yil 18 sentabr Bay nahiyasida yuz bergan So'g'an ko'mirkan hujumini 56 kun kechiktirib e'lon qilgan Xitoy tajovuzchilari hujum yuz bergan kuni 3 rasmiy, 2 yordamchi saqchining o'lganligini, gumondorlarni qo'g'lab zarb berish jarayonida Aqsu viloyatlik saqchi idorasining muavin boshlig'i Mehmet To'xtiniyozning o'lganligini xabar qilgan edi. Ammo chorlash davomida o'lgan saqchilarning umumiy soni haqida to'xtalmagan edi. Bugun rayondagi ma'lum bir saqchilar undidor to'pida tarqalgan bir uchurdan oshkorlanishicha, chorlash davomida Mehmet To'xtiniyozdan boshqa yana Bay nahiyalik alayda saqchi atritining muavin boshlig'i Shao Koyun qatorliq 3 saqchining o'lganligi oshkorlandi. Erkin Osiyo muxbiri Shuhrat O'shurning bu vaqtda ishlagan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Bay ko'mirkan hujumchilarini izlash va zarb berish operatsiyasi davomida Bay nahiyalik alayda saqchi atritining muavin boshlig'i Shao Koyun, alayda saqchi xodimi Lo Tianyong va yordamchi saqchi Yaqub Yasin qatorliq 3 saqchimi o'lgan. Xitoy axboroti hozirga qadar saqchi tarafdan 6 kishining o'lganligini tilga olgan. Operatsiya davomida o'lgan yuqorqi 3 saqchi haqida hech qanday ma'lumot bermagan edi. Bugungi undidor xabarda Bay vaqasida o'lgan Mehmet To'xtiniyozdan boshqa 8 nafar saqchi haqida ma'lumot berilgan. Bulardan 4 nafari Xitoy millatidan bo'lib, bular Terak bozor saqchixonasining boshlig'i Wu Feng, mazkur saqchixona xodimi Hong Jianwen, Bay nahiyalik alayda saqchi atritining muavin boshlig'i Shao Koyun va alayda saqchi xodimi Lo Tianyong qatorliqlar. Xabarda bildirilishicha, bu 4 saqchiga inqilobiy qurbon va 2 darajalik xizmat ko'rsatgan qahramon deb nom berilgan. Qolgan 4 nafar saqchi Uyg'ur bo'lib, bular Abduzoir Qurbon, Akbar Osman, Yaqub Yasin va İlyas To'xti qatorliqlar. Bulardan Abduzoir Qurbon Terak bozor saqchixonasining rasmiy saqchisi bo'lib, uningga inqilobiy qurbon va 2 darajalik xizmat ko'rsatgan qahramon deb nom berilgan. Qolgan 3 nafari yordamchi saqchi bo'lib, ularga faqat inqilobiy qurbon deb nom berilgan. Bu oshkorlangan 8 kishidan 5 nafarning kimligi Erkin Osiyo radiosining ilgirki xabarlarida tilga olingan bo'lib, bu uchur Erkin Osiyo radiosining ilgirki xabarlarining to'g'riligini yana bir qatim dalillagan. Bugungi saqchilarning undidor uchurda yana mazkur 8 shaxsga qarata yozilgan bir marsiyami o'rin olgan. Marsiyada ularning atalmish botirligi va fidokorligiga opirinlar o'qilib, ularning Xitoy davlat bexatarligi va jamiyat amonligiga zo'r to'hfa qo'shganligi muayyanlashtirilgan. Mana bu Bay vaqasida o'ldirilgan saqchilardan Mehmet To'xtiniyozdan boshqalarning kimligining tunji qatim oshkorlanishi bo'lib hisoblandi. Bu xabarga asoslanganda Bay vaqasida o'lgan saqchilarning soni Xitoy ilgari e'lon qilgandek 6 nafar bo'lmasdan balki oz deganda 9 nafar. Bulardan 3 nafari saqchi amaldori.
Vaqada o'lgan amaldorlar soni nazarda tutilsa, Bay Ko'mirkan hujumi yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda yuz bergan qarishliq harakatlari ichida Xitoy soqchilariga bir navbat ig'ir zarb bergan bir harakat bo'lib hisoblanadi ekan. Chunki ilgirki vaqalarda Yakanda bir qurolli qism atritining boshlig'i, Seriqbo'y vaqasida bir soqchi punkti boshlig'i o'ldirilgan bo'lsa-mu, bir qitimliq vaqada soqchi tarafdan 3 amaldorning o'ldirilishi tunji qitim bo'lib hisoblandi. Xitoyning Bay vaqasi haqidagi xabarlari ustida fikr bayon qilgan Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning Xitoy soqchi va ko'chmanlarini urkitib qo'ymaslik va Uyg'ur qarishlashtiriqchilarini jasoratlantirib qo'ymaslik uchun vaqani kechiktirib xabar qilganligi, bo'libmi o'lgan soqchilarning kimligi va sonini sir tutib kelayotganligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Kanadada turishliq siyosiy vaziyat analizchisi Mehmet To'xti bu vaqtda Xitoyning rayondagi strategik nishonlaridan biri rayonning demografiyasini o'zgartirish, ya'ni Xitoy nüfusini mutlaq ustun o'ringa akilish. Bu yalg'iz nüfus yo'tkash planlar amalga oshmaydi. Yo'tkalgan nüfus u yerda turishi kerak. Turish uchun ularda xotirjamlik tuyg'usi bo'lishi kerak. Bundaq vaqalarda soqchilarning o'lganlik xabarini berish mazkur strategik nishonga mos emas. Shunga Xitoy xabarlarida soqchilarning kimligi va o'ldirilish jarayoni tilga elinmadi deb qarayman degan. Bay vaqasida o'lgan soqchilarning kimligi va soni haqidagi yuqorqi yangi uchurlar Bay vaqasining tafsiloti haqida hozirgacha e'lon qilingan ma'lumotlarda yana ko'plagan kamtukliklarning borligi ehtimolligini o'ttirg'a chiqarmoqda. Bayni qo'g'lab zarb berish operatsiyasi davom qilayotgan mezgilda Shveysariyadagi Sharq Turkiston tashviqot markazi gumondorlarning qish jarayonida soqchilarga ig'ir zarb berganligi, ba'zi Uyg'ur chorlovchilarning gumondorlarning sepiga qaytilib ketganligi, bir qism gumondorlarning Xitoy matbuotlari operatsiya oxirlashdi degan chog'dami teg'i tutilmaganligi haqida Erkin Asiya radiosiga ba'zi uchurlarni yo'llagan. Ammo bu uchurlar ayni chog'da baydagi doirlar yoki aholilar tomonidan dalillanmaganligi uchun xabar qilinmagan. Vaqada o'lgan soqchilarning yuqorqi yangi tizimligi ana shu xabar qilinmagan uchurlarning butunlay asossiz emasligini ko'rsatmoqda. Xitoy va Iran Turkiya bilan raqobatlasholmaydi. Turkiya O'rta dengiz eksport qiluvchilar birligining boshlig'i Bülent Ayman Iran va Xitoyning Turkiya bilan raqobatlashishining qiyin ekanligini bildirdi. Boshqa ko'ktatlarni Xitoydan elishga harakatlangan ruslar bahoning o'sishiga qarata hisob-kitob qilishga boshladi. Turkiya O'rta dengiz eksport qiluvchilar birligining boshlig'i Bülent Ayman Iran va Xitoyning Turkiya bilan raqobatlashishi qiyin dedi. O'z qaramog'ida o'xshash bo'lmagan 8 organ bo'lgan Turkiya O'rta dengiz eksport qiluvchilar birligining boshlig'i Bülent Ayman Istanbuldagi bir iqtisod axborot e'lon qilish yig'inida Turkiyaning eksporti haqida to'xtaldi. U mazkur tashkilotning qaramog'ida elib berilgan eksport va keyingi mezgillik nishonlarini tunishtirib o'tgandan keyin o'tgan yili Turkiyaning iqtisodiy va eksporti uchun yaxshi bir mezgil bo'lmaganligini, 2016-yilning mushkul bir yil bo'lganligini tilga oldi. U O'rta dengiz eksportidagi tushishda asosligi Iran, Iroq, Misr, Rossiya, Suriya va Liviyada o'tirg'i chiqqan masalalarning salbiy ta'sir ko'rsatganligini, shundoqdimi Turkiyaning o'tgan yili eksport raqamini qo'g'dishi muvaffaqiyatli bo'lganligini bildirdi. Turkiya bilan Rossiya orasida yuz bergan aeroplan krizisi haqida to'xtalganda, Turkiyaning Rossiyada taxminan 3 milliard Amerika dollarlik bir bozori bor. Bu raqamning 1 milliard dollarligini meva va ko'ktat tashkil qiladi. Rossiya navbatda Turkiyadan oldigan mahsulotlarini Irandan to'liqlash planini tuzyapti. Lekin Iran ishlab chiqargan mahsulotning sifati o'ttirdi. Bu tarafda Turkiya bilan raqobati qiyin. Bu sababdan ikki davlat o'rtasidagi krizisda Rossiya ziyon tortadi dedi. Bülent Ayman Iran bilan Saudiya Arabiston orasida maydonga kelgan siyosiy krizisning Turkiyaga salbiy ta'sir ko'rsatganligiga diqqat qilib, Turkiyaning ikki davlat orasida yarashtiruvchilik vazifasini o'tishini va masalaning hal bo'lishiga ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Ikki davlat orasidagi jiddiychilikning Turkiyaning butkul sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq dedi va qo'shni davlatlardan kelgan eksport bo'shligini Yevropa bilan to'ldirishga bo'ldiganligiga ishorat qildi. Xitoy 2016-yilda bostirishni davomlashtiradiganligini ta'kidladi. Sharq Turkistondagi Xitoy Partikom sekretari Jang Chunshan qattiq bostirish va yuqori besim siyosatining 2016-yilda davomlashadiganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi Xitoy Partikom sekretari Jang Chunshan Sharq Turkistondagi qattiq bostirish va yuqori besim siyosatining 2016-yilda davomlashadiganligini bildirdi. Uyg'ur faoliyatchilar bo'lsa, Xitoyni Uyg'urlar ustidagi siyosatlarni qayta o'yinlashga, siyosiy, diniy va madaniyat jihatdagi bostirishlarni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy xabarlar to'rining 10 yanvar xabar qilishicha,
atalmış Uyg'ur Abnum rayonining sekretari Jang Chunshan 8 yanvar ochilgan muqimlik xizmati yig'inida 2016 yili muqimlikni saqlash xizmatida qattiq bostirish va yuqori besim holati ta'birilmasdan davomlashtirish lozim deb o'tirg'a qo'ygan. U yana atalmış terrorchilarga qat'iy yumshoq qo'llik qilmaslikni, qat'iy rahim qilmaslikni ta'kidlagan. Jang yana 2016 yilning Xitoyning 13-5 yillik planining boshlanish yili ekanligi, shundaqla terrorlikqa qarshi turib muqimlikni saqlashdagi hujum yili ekanligini ta'kidlagan. Muhojiratga Uyg'ur faoliyatchilari va kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Sharq Turkistonda terrorlikni bahona qilib bostirish elib berayotganligini va bu yuqori besimli siyosatlarning to'qinishni kuchaytirayotganligini ta'kidlab kelmoqda. Amerika ovozi to'ri Xitoyning Sharq Turkistonda ochgan tashviqot safarbarlik yig'ini haqida bir analiz maqolasi e'lon qilgan. Maqolada Xitoyning yuqori besimli siyosatining vaziyatni jiddiylashtirayotganligini, Xitoyning cho'qim qayta o'ylanib Uyg'urlar ustidagi siyosiy, madaniyat va din jihatiga kamsitishni to'xtatib, diniy erkinlikka hurmat qilishi kerakligi ta'kidlangan. Bundan burun Jang Chunshan atalmış asabiylikni tugutishning muhim xizmat bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonunining asoslari qoyil qilarlik emas. Türkiye Anatoliya agentligi Xitoyning bu yilning 5-dan boshlab yo'l qo'ygan atalmış terrorlikqa qarshi turish qonunining asoslarining qoyil qilarlik emasligini ilgari surdi. Anatoliya agentligi Xitoyning bu yilning 5-dan boshlab yo'l qo'ygan terrorlikqa qarshi turish qonunining asoslarining qoyil qilarlik emasligini ilgari surdi. Turkiya Anatoliya agentligida 7 yanvar Xitoydagi terrorlikqa qarshi turish qonunining asoslari yetarlik emas mavzuliq bir mulohaza e'lon qilindi. Maqolada bu qonunda tilga ilingan mumkinchiligi bo'lgan terror tahdidini davlat ichi sirtida nazorat qilishga imkon yaratib berishning yetarlik asoslari ta'minlanmaganligi ilgari surilgan. Markaziy Malayziyada bo'lgan tashqi siyosat va bexatarlik tadqiqoti nomidagi Aqllar munbirining tadqiqotchisi Bun Nagara Anatoliya agentligi muxbiriga terrorlikqa qarshi turish qonunining qoyil qilarlik bir asosni o'ttirg'a qo'ymaganligini aytgan. Bu yangi qonun Xitoyning bexatarlik ahvolini o'zgartirmaydi. Bu yerda eng muhim bo'lgani Xitoyning nima uchun bu qonunni hozir o'ttirg'a chiqarishni o'ylaganligi. Chunki hozirga qadar qoyil qilarlik bir sabab o'ttirg'a qo'yilmadi degan. Bu qonunda terrorlikqa qarshi turishda kerakli bo'lgan istixborot uchurlarini to'plash uchun moslashtirish xizmatini ustiga oldigan bir istixborot markazi qurish qaror qilingan. Istixborot markaziga to'plangan uchurlar tekshirish, arz qilish va terrorlik delolarini sotlashda qo'llanildi. Istixborot markazining doirasida shaxsiy uchurlar, davlat maxfiyatligi va maxfiy savdo uchurlarini oshkorlaganlarning jazolanganligi va uchur oshkorlashning qattiq kontrol qilinganligi diqqat tortdi. Qonunning yo'liga qo'yilishidan keyin bayonot e'lon qilgan doiralar jamiyatning istixborot uchuri to'plashni kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan. Bu qonun doirasida Xitoy o'lka, shaharlarda va zarur bo'lganda nohiyalarda o'xshash bo'lmagan darajada istixborot va terrorlikqa qarshi turish organlari qurdi. Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonunining dastlabki loyihasi 2011-yili o'tirg'a chiqqan. Maqolada yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda va butkul Xitoy davlati miqyosida yuz bergan pichoqlash va portlatish hujumlari qatorliq voqealarning Xitoy tarafidan bevosita radikal guruhlarga bog'lanib, bexatarlik tadbirlarining yuqori chekka chiqarilganligi ilgari surilgan. Bu Nagara yaqinqi oylarda Sharq Turkistonda davlat bexatarligiga tahdid soladigan voqealarning yuz bermaganligini va bu qonunni chiqarish asosining qoyil qilarlik emasligini tilga olgan. Bu Nagara Xitoy nima uchun bu qonunni bugun o'ttirg'a chiqardi degan savol tug'ilganligini, jamoatchilikka oshkorlanmagan, lekin Xitoy bexatarlik kuchlariga yetib kelgan ba'zi voqealarning borligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. U yaqinda buyon axborot vositalarida terrorlik tahdidiga doir biror misolning yo'qligini aytgan va nima uchun bu qonun bugun o'ttirg'a chiqadi deb savol qo'ygan. U yana Xitoyning Sharq Turkistonda bo'lgunchi ekanligini da'vo qilgan kishilarning tutib turilish va so'roq qilinish jarayonlarini jamoatchilikka oshkorlamaydiganligiga, faqat jazo muddatini rasmiy e'lon qilib qo'ydiganligiga diqqat qilgan. Bu Nagara bu qonunning qanday ijro qilinganligi va qanday ta'sirlarni keltirib chiqaradiganligiga qarab beqishga to'g'ri kelganligini bildirgan. Va bu turdagi qonunlar jamoat fikrida hukumatga qarshi kayfiyatning shakllanishiga sabab bo'la oladi. Qonun boshqa g'arazlarda qo'llanilgan ahvolda kishilarning engida norozilik paydo bo'ldi degan. İran, Rossiya va Xitoyning xatiri. Kuvayt davlat maslahatchisi doktor Nasir Muhammad al-Misrining İran, Rossiya va Xitoy haqida qilgan so'zlari diqqat tortdi. Kuvayt davlat maslahatchisi doktor Nasir Muhammad al-Misrining bir televiziya ziyoratida İran, Rossiya va Xitoy haqida qilgan so'zlari diqqat tortib,
ijtimoiy aloqa vositalari tarqalgandan keyin uning so'zlari jiddiy g'ulg'ula qo'zg'adi. U Sarmadi kanalining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi: Eron op-ochiq dushmandir. Men shunda qaraymanki, ish nihoyatda ochiq. Eron oshkora dushmandir. U hozir biz bilan urushyapti. Iroqni va Suriyani ishg'ol qildi. Butun kuchi bilan Kuvayt va Bahraynning ichida fitna chiqarishga tirishyapti. Livanda bo'lsa Hizbullohni ishga solib turib, qalaymaqonchilik chiqaryapti. Muxbirning Bahraynning Eron bilan aloqasini uzganligiga va bosh elchini qo'g'lab chiqarganligiga qanday qaraysiz degan savoliga nihoyatda yaxshi qildi. Bizmi uningdan qattiqroq qilmagan taqdirdami Bahraynga o'xshash qilishimiz kerak. Eron bosh elchisini qo'g'lab chiqarishimiz, Erondagi elchilarimizni qaytarib kelishimiz va Eron bilan bo'lgan tijorat, madaniyat, sanoat qatorliq har qanday turdagi butun aloqalarimizni uzishimiz kerak. Bularla emas, balki yana ikki muhim xatarga qarshi turishga tayyorlik qilishimiz kerak. U bo'lsa-mu Rossiya va Xitoy deb javob berdi. U yana so'zda, agar biz bu ikki dushman bizni tashlab qo'ydi deb qaraydigan bo'lsak, undaqda bizning aqlimiz yo'q degan gap. Agar biz o'zimizni ulardan tuvan deb qarasak, undaqda biz Suriyadagi ahvolning beshimizga kelishiga tayyorlik qilishimiz kerak. Suriyadagi qarindoshlarimiz hamma narsadan mahrum holda bugun Rossiyadan iborat dushman bilan elishyapti. Bugun ular eng kuchli, eng vahshiy qurollar bilan o'ltirilyapti dedi. U yana Paris qo'ltiqi davlatlariga xitob qilib, biz o'zimizni hurmatlash yuzasidan bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda dotlashib ketgan qurollaringlarni chiqaringlar. Iroq askarlaridan qilib qolgan qurollarni chiqaringlar. Suriyadagi qarindoshlaringlar sizlardan faqat 4 narsani kutadi. Tankiga qarshi qurollar, aeroplanga qarshi qurollar, o'q-dora va iqtisod. Shundaqla ma'naviy qo'llash va axborot tashviqotni qo'llash. Agar biz bularni qila olsak, biz inshaalloh yaxshilikda bo'lamiz. Suriyadagi qarindoshlarimiz er bo'lsin, ayol bo'lsin yetadi. Lekin ular ehtiyojli bo'lgan narsa birining ularni qo'llashidir. Bu uchib yurgan Rossiyaning va Xitoyning aeroplanlari hozir mavjud bo'lgan Bashar hokimiyatining aeroplanlaridan eshib ketdi. Bularning hammasi boshqarilgan bombalar bilan etib tushirilishi kerak. Paris qo'ltiqi davlatlar tomonidan setib olingan qurollar atrofdagi davlatlardan Suriyaga kirgizilishi kerak. Men podshoh Salmondan Eronga, Rossiyaga va Xitoyga qarshi sunniy arablardan tashkillangan dahshatli bo'ron chapqun boshiltishini umid qilaman. Biz bu davlatlarning tajovuzchi, haddidan oshquchi davlatlar ekanligini bilamiz. Ular bir atom bombasi bilan ko'kimizni quritib yetalaydi. Biz buni bilamiz, lekin biz musulmonmiz. Biz faqat belgilangan ajalda o'lamiz. Bizga taqsimlangan rizqimizni olamiz. Qazo va qadar duoni qaytirdi. Lekin biz qo'rqinchaqlik qilsak, qator tizilib o'ltirilgan qo'ylarga o'xshash bo'lamiz. Alloh bilan qasamki, buni hech kim qabul qilmaydi. U yana mundaq dedi: "Shundaqla yana rayonda Eronning tabiiy dushmanlari borligini ko'z oldimizda tutishimiz kerak. Pokiston, Turkiya, Misr bularni ko'z oldimizda tutishimiz lozim. Misr Paris qo'ltiqi davlatlarining bexatarligini Qizil dengizning bexatarligi bilan aloqasi bo'lganligi uchun tashlab qo'ymaydi. Mayli kelishalayli yoki ixtiloflashayli, hargiz tashlamaydi. Pokiston bo'lsa, uning o'lim oldiri mavjud Rossiyaning yayilma siyosatiga xuddi 1980-yili Afg'onistonda qarshi chiqqanda qarshi turishning zarurligi haqida fatvo chiqardi. هذه الطائرات الروسية والصينية الموجودة بالأجواء زائد طائرات النظام الموجود يجب أن تسقط بصواريخ نوعية صادرة من دول مختلفة مشتراه من قبل دول الخليج. وأنا أتمنى من الملك سلمان أن يبدأ عاصفة عربية سنية ضد إيران. Dalay Lama tinchlik uchun Muhammad alayhissalomning yo'liga ergashish kerak dedi. Tibetlarning surgundagi rahbari Dalay Lamaning tinchlikka erishish uchun Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashish kerak degan so'zi taratqularda keng o'rin oldi. Tibetlarning surgundagi rahbari Dalay Lamaning tinchlikka erishish uchun Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashish kerak degan so'zi taratqularda keng o'rin oldi. Dalay Lamaning yuqorqi so'zlari 2015-yili 31-dekabr Karnataka musulmonlari to'g'rida e'lon qilingan. Dalay Lama Hindistonning Karnataka o'lkasining Maysur shahrida o'tkazilgan buddistlarning dunyoviy yig'ilishiga qatnashish uchun borganda yuqorqi so'zni qilgan. Uning Qur'oni Karim shundoq bir muqaddas kitobdirki, u insonlarga yo'l ko'rsatish va butun insoniyatning farovonligi uchun Parvardigor tomonidan berilgan bebaho hadiyadir degan so'zlarga diqqat tortdi. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan minglagan buddistlar Maysur shahrining Baylakuppa rayonidagi butxonada yig'ilish o'tkazgan. Bu yig'ilishdan keyin Dalay Lama Karnataka markaziy musulmonlar birlashmasining vakillariga so'z qilgan. U so'zlarini Muhammad sallallohu alayhi va sallamning insoniyatning tinchligi uchun ergashish kerak bo'lgan yo'lni echib berganligi bilan boshlagan va Qur'oni Karimning
bu yo'lning kapolati va rahbari ekanligini aytgan. Dalay Lama payg'ambar alayhissalomning insoniyatga qo'shgan ulug' to'hfasiga yuqori baho bergan va Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning butkul hayoti butkul insoniyatga eng yaxshi ulgu. Dunyoviy tinchlikni amalga oshirish va terrorizmga xotima berish uchun biz chuqur Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatgan yo'liga ergashishimiz kerak degan. Karnataka Markaziy Musulmonlar birlashmasining boshlig'i Mushtaq Ahmad Dalay Lamaga Qur'oni Karimning bir inglizcha tarjima nusxasini va boshqa diniy kitoblarni sovg'a qilgan. İstanbul'daki meşhur meydanda terörlük hücumu yüz verdi. 12 yanvar seyşembe günü tushdan burun İstanbul'un Sultan Ahmet meydanında adam bomba partlatış vakası yüz verip 10 adam öldü, 15 adam yaralandı. 12 yanvar seyşembe günü tushdan burun İstanbul'un Sultan Ahmet meydanında partlash vakası yüz verdi. Bu vaka yüz verip bugüngacha vaka hakkında yeni uçurlar o'tirg'i chiqmoqda. Bu vakanın o'zini qo'shib partlatış hücumu ekanligi bildirildi. Adam bomba ekanligi ilgari surilgan Daesh tabaligidagi Nabil Fadlning bu yil 5 yanvar İstanbulga kirganligi xotirlangan. Adam bombaga taba ekanligi bildirilgan bir barmoqning ba'zi rasmiyatlar uchun barmoq izi bergan Nabil Fadli bilan mos kelganligi ilgari surildi. 10 odamning o'lishi va 15 kishining yaralanishini keltirib chiqargan hujumdan keyin tunji qatim bayonot e'lon qilgan Turkiya muavin bosh ministri Numan Qurtulmush o'zini qo'shib partlatquchining 1988 yil tug'ilgan Suriya tabaligidagi Nabil Fadli ekanligini bildirdi. Bu portlashda o'lgan 10 kishining 8 nafari germaniyalik sayohatchi bo'lib, yaralanganlar orasida 9 germaniyalik bor ekan. Turkiya bosh ministri Ahmet Davutoğlu Germaniya bosh ministri Merkel bilan telefonda ko'rishgan hamda Germaniya bilan zich hamkorlashib, voqeaning orqa ko'rinishini tekshiradiganligini bildirgan. Germaniya bosh ministri Merkel bu voqeani ayblaydiganligini bildirgan. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Germaniya prezidenti Joachim Gauck ve baş ministri Angela Merkel'e telefon qilib, İstanbul Sultan Ahmet meydanında yüz bergan hücumda hayotidan ayrilgan Germaniya fuqarolari uchun ta'ziya bildirdi. Angliya va Ozarbayjon qatorliq davlatlarning rahbarlari Erdo'g'onga telefon qilib ta'ziya bildirgan. Ahmet Davutoğlu televiziya nutqida bu hücumni Daeshning elib borganligini, ziyonkashlikka uchirg'ichlarning hammasining chet elliklar ekanligini bildirdi. Peru tashqi ishlar ministrligi bir peroluq erning o'lganligini, bir ayolning yaralanganligini bildirgan. Norvegiya tashqi ishlar ministrligi bir norvegiyalikning yenik yaralanganligini bildirgan. Yana bir tarafdan Turkiyaning Kanal D televiziyasining xabar programmasida bu portlatishni keltirib chiqargan odam bombining ko'rinishlari e'lon qilindi. 12 yanvar seshanba kuni İstanbulning Sultan Ahmet meydanida Germaniyalik sayohatchilar o'mikining orasida maydonga kelgan o'zini qo'shib portlatishda 10 german sayohatchi o'lgan. Bu hujumning gumondori deb e'lon qilingan Daesh a'zosi 5 yanvar 4 kishi bilan birlikda İstanbulga kelgan va Zaytinburnuda panohlikqa tizimlatgan. Portlashdan bir qancha soat keyin bu kishining 1988 yil tug'ilganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin bu kishi haqida rasmiy tafsiliy ma'lumot berilmagan. Ham terrorchilar tizimlikidami ismi tepilmagan. Undaqda qandoqsiga bu qadar tez aniqlab chiqildi? Vaqa naq maydonidan tepilgan odam bombining jasadi qonun doktorlarining tekshirishdan o'tkazilgan va barmoq izi elingan. U kishi 5 yanvar ko'chmanlar idorasining Zaytinburnu sho'basi tizimga oldirgan va barmoq izi bergan. Kanal D'ning xabar programmasida 2 barmoq izi mos kelgan bu kishining ko'chmanlar idorasiga ko'rinishlari ko'rsatilgan. Turkiya muavin bosh ministri Numan Qurtulmush xavfsizlik yig'inidan keyin ichki ishlar ministri va sahiya ministri bilan birlikda bayonot e'lon qildi. Numan Qurtulmush İstanbulda maydonga kelgan portlashda 10 kishining o'lganligini bildirdi va parchalangan bir jasadning odam bombaga oid ekanligi aniqlandi. İstanbulda portlash yuz bergandan keyin Anqaradagi bosh ministr saroyida Turkiya bosh ministri Ahmet Davutoğlu riyosatchiligida jiddiy bexatarlik yig'ini ochildi. Yig'inga muavin bosh ministri Numan Qurtulmush, shunaqla ichki ishlar ministri, sahiya ministri, tashqi ishlar ministri maslahatchisi, Milliy istixborot tashkiloti boshlig'i va Saqchi idorasi boshlig'i qatorliqlar qatnashdi. Davutoğlu İstanbul vali mahkamasida mas'ullardan İstanbulda yuz bergan terrorlik hujumi to'g'riliq uchur egaladi. Arqadan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Hujumning parda orqasida aktiv aktyorlarning bo'lish ehtimolligining kuchayganligini eskartgan Davutoğlu, terrorning navbati davlatlar va shaharlardan mustaqil holda dunyoning har qaysi joylaridagi butkul insoniyatga xiris qiladigan bir tahdidga aylanib qolganligini ta'kidladi. Davutoğlu hujumning Daesh bilan shetishlikka borligining aniqlab chiqilganligini eskartib mundaq dedi. Daesh navbatda boshqa kuchlarning gumashtisi va qo'rchiqiga aylanib qoldi. Davutoğlu Turkiyaning bexatar davlat ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Germaniya ichki ishlar ministri Mayzermo ta'kidlab o'tgandek, biz barliq do'stlarimizni, jumladan Yevropalik do'stlarimizni, butkul insonlarni insoniyat tarixidagi tajriba saboqlarining asosliq manbasi bo'lgan
İstanbulga kelishga chaqiramiz. Turkiya haqiqatan bexatar davlatdir. İstanbul bexatar shahardir. Allah xolisa oldimizdagi oylar va yillarda millionlarcha mehmonlarni davomli bu yerda kutib olamiz. Davutoğlu Daeshga qarshi kurash to'g'riliq to'xtalib mundaq dedi. Bir qism davlatlar Turkiyaning havo hujumlariga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Ya ular o'zlari Daeshni yo'qotsin yoki bizga to'salg'u bo'lmasin. Biz yo'qotayli. Ammo hech kim Daeshga qarshi kurash nomi ostida Suriyadagi puhralar bilan o'qitishlarni jazolantirib, Daeshga yo'l ochib beraman deb ham xiyol qilmasligi lozim. Bu axborotni bu yerda o'rtoqlashaman. Hujum bilan chetishga bar unsurlarning hammasi cho'qim qo'lga tushirildi. Ichki ishlar ministri Afgan Alamu İstanbul'daki terörlük hücumu bilan chetishga bar bir kishining tutilganligini jakarlagan edi. Minglagan O'zbekistonlik musulmon radikallik bilan qamalgan. Al Jazeera to'rining 8 yanvar xabar qilishicha, O'zbekistonda 2002-yildan boshlab az deganda 12800 kishi radikallik bilan ayblanib qamoqqa hukm qilingan. Al Jazeera to'rining 8 yanvarda xabar qilishicha, O'zbekistonda 2002-yildan boshlab az deganda 12800 kishi qamoqqa hukm qilingan. Ularning orasida faoliyatchilar, mustaqil jurnalistlar va kishilik huquq qo'g'duvchilar bor ekan. Bu sonliq ma'lumotlar Mustaqil huquq qo'g'duvchilari degan bir tashkilotning payshanba kuni e'lon qilgan yillik dokumentida o'tirg'i qo'yilgan. Faqat 2015-yilda az deganda 300 musulmon qo'lga olingan va jinoyat bekitilgan. Bu dokument 2002-yildan buyon to'plangan minglagan hujjatlar bu tashkilotning O'zbekistonda ziyorati bo'lgan faoliyatchilarining birinchi qo'l materiallari hamda oilalar va sobiq mahbuslar bilan elib berilgan suhbatlar asosida tayyorlangan. Mazkur tashkilotning bir xodimining bildirishicha, bu dokumentdagi sonlar texmo ko'p bo'lishi mumkin ekan. Buningdan az bo'lish ehtimolligi yo'q ekan. O'zbekiston 91-yili sobiq Sovet ittifoqining parchalanishi bilan kommunist hokimiyatidan qutulgan. Lekin bu yil 77 yoshga kirgan Islom Karimov shu vaqtdan buyon 31 million nüfusga ega bu davlatga hukmronlik qilib keldi. Sovet ittifoqining kommunist amaldori bo'lgan Islom Karimov vahshiy va diktatorligi bilan tonilgan. Musulmonlar va siyosiy partiyalar uning qattiq qo'l hukmronligining asosliq tahdidi deb qaralib kelgan. Taliban suhbati 4 taraf uchrashishi o'tkazildi. Afg'oniston, Pokiston, Amerika va Xitoy vakillari Afg'oniston hukumati bilan Taliban orasidagi tinchlik suhbatining tayyorliklari uchun dushanba kuni Islomobodda uchrashish elib berishni boshladi. Afg'oniston, Pokiston, Amerika va Xitoy vakillari Afg'oniston hukumati bilan Taliban orasidagi tinchlik suhbatining tayyorliklari uchun dushanba kuni Islomobodda uchrashish elib berishni boshlagan. Bu uchrashishga Amerikaning Pokiston Afg'oniston elchisi Richard Olson, Xitoy tashqi ishlar ministrligining Afg'oniston ishlari elchisi Deng Shijun, Pokiston bosh ministrining tashqi ishlar maslahatchisi Sartaj Aziz va Afg'oniston muavin tashqi ishlar ministri Hikmat Karzai qatnashgan. Pokiston tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining bildirishicha, Pokiston bosh ministrining tashqi ishlar maslahatchisi Sartaj Aziz uchrashishining ochilish nutqini so'zlagan. U so'zda qaysi Taliban guruhlarining suhbatga qatnashadiganligi masalasini munozara qilishning texi baldur ekanligini bildirib, buning o'rniga Talibanni suhbat ustiliga o'ltirg'ish uchun ishonch hosil qiladigan ishlar haqida munozara elib berish kerakligini ta'kidlagan. Tinchlik suhbatining oldingi nishonining Taliban guruhlarini ustalga o'ltirg'ish ekanligini aytgan Aziz, bunda qilish orqali Talibanning shiddatli usullarini qo'llanishidan voz kechtirish maqsad qilinganligi o'ttirg'i chiqqan. Talibanning talablari orasida Afg'onistondagi chet el kuchlarining chekinib chiqib ketishi oldingi o'rinda turdi. Afg'oniston hali ham Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining 13 ming askari bor. Taliban bu qadimgi suhbat haqida hech qanday ifoda bildirmagan. Yaponiya va Angliyadan Xitoyga qarshi mudofaa hamkorligi. Yaponiya va Angliya Xitoyning rayondagi ta'siriga qarshi mudofaa sohasida hamkorlikni kuchaytirishga birlikka keldi. Yaponiya va Angliya Xitoyning rayondagi ta'siriga qarshi mudofaa sohasida hamkorlikni kuchaytirishda birlikka keldi. Bu jihatda Angliya Yaponiyaga Xon jamiyati havo armiyasi RAFning Tayfun kurashchi aeroplanlarini avatidi. Angliyaning tashqi ishlar va mudofaa ministrlari Yaponiyaga ziyoratga kelib, Yaponiya tashqi ishlar va mudofaa ministrlari bilan ministr darajalik suhbat elib borgan. Suhbatdan keyin to'rtaylan birlikda bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda ikki davlatning Xitoyning Janubiy Xitoy dengizi orollaridagi sun'iy orol yasash qurilishiga chunqur ko'ngil bildirganligi bildirilgan, hamda Xitoydan o'zini tutib olishni talab qilgan. Angliya mudofaa ministri Fallon suhbatdan keyin bu yil ichida Yaponiyaga Angliya Xon jamiyati havo armiyasiga tava
qo'sh motorliq Tayfun kurashchi aeroplanlari avatadiganligini bildirgan. Ikki davlat yana birlashma manevr elib berishga qo'shilgan. Xitoy yana sirtqi chiqib ishlash chaqiriqi qilmoqda. Sharq Turkistonga izchil Xitoy ko'chmanlarini yo'tkab kelib ishga o'rinlashtirayotgan Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda odam ko'p, yer ozligini bahona qilib, Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga berib ishlashga o'rinlashtirmoqda. Xitoy Tangritog' to'rining 12 yanvar xabar qilishicha, 11 yanvar tushdan keyin atalmish siyosiy kengash 11 navbatlik 4-yig'inga qatnashayotgan a'zolar hukumat xizmatidan dokladni muzokara qilganda yezilardagi 5-chi emgakchilarni sirtqa chiqarish haqida munozara qilgan. Aqto'y noyasining Bari yezida markazlashtirib tuzash xizmati nomida turgan Qodir Niyoz ismli Xitoy kadri Bari yezidan 220 nafar yoshning Guangdong o'lkasiga ishlamchilikka borganligi haqida to'xtalgan. Ularning yuqori kirim bilan qaytib kelganligini, shuning bilan yoshlarning sirtqa chiqib ishlash qizg'inligi ochganligini bildirgan. He Jianjun ismli yana bir Xitoy kadri sirtqa chiqib ishlashning yoshlarga umrlik foydasi bo'lganligini, sirtqa chiqib ishlash jarayonida ideyaning o'zgarishi ularning taqdirini o'zgartirganligini aytgan. Uyg'ur faoliyatchilari Xitoyning Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga yo'tkab ish qilish siyosatiga izchil salbiy baho berib keldi. 2009-yili Xitoyning Guangdong o'lkasi Shaogan shahriga ishlash uchun elib berilgan Uyg'urlarga qilingan hujum 5-iyul voqeasining bevosita sababi sifatida o'ttirg'i chiqqan edi. Sürgündeki Misr parlamenti İstanbul'da açıldı. Sürgündeki Misr parlamenti Mısır'da açılgan tunji parlament yığını bilen o'xshash kunda İstanbul'da yığın chaqirdi ve Mısır'daki parlamentni e'tirof qilmaydiganligini bildirdi. Misrda harbiy o'zgarish qo'zg'ab hokimiyat beshiga chiqqan hukumatga bog'liq bo'lgan parlament tunji yig'inni ochdi. Harbiy o'zgarishda hokimiyat Xitoy Tangritog' to'rining 12 yanvar xabar qilishicha 11 yanvar tushdan keyin atalmish siyosiy kengash Misrda harbiy o'zgarish qo'zg'ab hokimiyat beshiga chiqqan hukumatga bog'liq bo'lgan parlament tunji yig'inni ochdi. Harbiy o'zgarishda hokimiyati og'dirilgan musulmon qarindoshlar boshchiligidagi o'qituvchilarmi shu kuni Istanbulda parlament yig'ini chaqirdi. Misrda 2012-yildan buyangi tunji parlament yig'ini shanba kuni ochildi. Harbiy o'zgarish qo'zg'agan Abdul Fattah as-Sisining tarafdori bo'lgan Ali Abdilal parlament boshlig'i bo'lib saylangan. Musulmon qarindoshlar tashkiloti boshchiligidagi o'qituvchilarmi dal shu kuni Istanbulda parlament yig'ini ochdi. Yig'inga Misrda qonunsiz deb e'lon qilingan musulmon qarindoshlar tashkilotining siyosiy organi bo'lgan Erkinlik va Adolat partiyasi boshchiligida Amerikadan Sudangacha bo'lgan har qaysi davlatlardan kelgan Misr siyosiy partiyalarining vakillari qatnashgan. Yig'inda so'z qilgan surgundagi Misr parlamenti boshlig'i Jamal Hashmat Misrdagi parlamentning butkul misrliklarga vakillik qila olmaydiganligini, shuning uchun bu parlamentni e'tirof qilmaydiganligini aytdi. Hashmat Misrning haqiqiy va qonunli parlamenti Misrda emas, bu yerda to'plangan parlamentdir. Misrda inqilobdan keyin elib berilgan erkin saylamda 32 million xalq bu parlamentni tanlagan edi. Nishonimiz harbiy o'zgarish orqali Misr xalqining qo'lidan tortib olingan huquq va orzularni yangidan qo'lga keltirish degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, xabarimizning oxirida sizlarga hozir ekranimizda keyinimda chiqib turayotgandek birozdan keyin tafsilotini ko'rasizlar. 19 minutlik bir qisqa bir film bor. Xitoy tajovuzchilarininki, Xitoy askarlarininki naqadar qo'rqinchoq, naqadar to'q yurak ekanligini nəhayət uçuq şəkildə ispatlab beradigan bir ko'rinish bilan xabarimizni oxirlashtiramiz, qadrli qarindoshlar. Albatta bu ko'rinish, bu qisqa film hammani eshitib berdim, mening ko'p so'zlashimga hojati yo'q. Ya'ni hech qanday qo'lda faqatlan bir pichoq va bir paltoga o'xshash yoki choyga o'xshash bir narsa bor qo'ldamda. Büyük ehtimolda Uyg'ur bo'lishi mumkin. Mayli Uyg'ur bo'lmagan taqdirdami Xitoyning ichida bo'lgan bir ish, ya Xitoy askarlariniki, ya'ni shundoq ko'zimizga haybatli ko'rinib ketayotgan, shunda bir xil ko'zoynaklarni taqab, shundoq bir xil haybatli turib ketayotgan, xuddi qo'rqmasdek ko'rinayotgan hali Xitoyning qo'lda bir pichoq va hech qanday qurol yo'q, ya'ni tapancha yo'q, bir oddiy bir pufradan qanchalik qo'rqib ketganligini, pichoqni tashlagandan keyinmi shu qadar vahshiylarcha putlari, qo'llari titrgan holatda shu bulishiga quraldagi o'qni tugatkichi darajada ashuna etib vahshiylarcha o'ltirganligini ko'rib o'tishlar, qadrli qarindoshlar. Buni ko'rib o'taylik, diqqatingiz ekranimiz bo'lsin.
Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Shunday qilib programmamizning oxirida ekran orqasidagi qahramonlarimizga ham ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Chunki bu ishlarning hammasi hammalarga ma'lumki, bir guruh ekran orqasida ishlayotgan qarindoshlarimizninki hammamizning o'rtaq hamkorligi bilan diqqatingizda ekranlarga keldim. Hammamizning sizlarga salom. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.